Efendi, nima qilmoqchisiz? Men bu qonunsiz sorunni taqig'ili keldim. Efendi, siz saqchimi yoki lo'kshakmi? Men ber, alaydi saqchi. Dada, hozir yenkagan ahmoqning qog'ollari sal chekishib ketdi. Men o'z lo'kshakning bo'ynini uzib etaman. U har kim sizga ta'zim qiladi. Bo'lmaydi. Sen qilayotgan xizmatingning qanchalik muhimligini bilamsan. O ishni tamomlab bo'pla, qaytib kel. O chog'da mening o'chilishim shiddat bilan kuyib, g'azabga aylanadi. Sen qaytib kelgandan keyin biz u o't bilan kuydirib o'ldiraylik. Efendi, ta'sir kuchingizni foydalanib iymonni yetkazsizmi? Menda buni bir minutmi ketmaydi-ku. O o'zim yetkazishga ko'nib qoldim dedi. Agar men shunday qilsam, uningga hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Rodira qaytib kelganda men hamma odamning oldida uni haqoratlayman. U menga qilganlari uchun butun kentliklarning oldida tizilib turib kechirim so'raydi. O chog'da uning qanday qildiganligini bir ko'rib boqay. Boshliq, men bu yerga arz qilib keldim. Efendi, mening pul qopchiqim Ketanagar yo'ldagi bu 2-chi yo'l postida o'g'irlandi. Yanchukchilik deyil olsa shundaqmi? Shunaqa namusiz o'g'irlarning aslo ish chig'irtish niyati yo'q. Buni san topshiray. Efendim, topmalingizda qancha pul bor edi? 10 ming rupiya efendi. Faqat 10 ming rupiya. Shunday efendi. Bravo efendi. Boshliq, 10.500 rupiya deb yozing. nemishqa? Biz bu efendimga yangi pul qopchig'i berishimiz kerak, to'g'rimi? Rahmat sizga efendi. Tezroq yozing. Amani yozayotman efendi. Efendi, yangi pul qopchig'i Amani deb shunday yozing. yozayotman efendi. Bo'ldi efendi. Efendi. Nima? Kechiring, unutib qoptiman. Manjo, oltin qo'lingiz bilan bu efendimning masalasini hal qiling. Birodar, siz ozroqmi ansirmay pulni e'lon. Mana bu foyda. Mana. Boshliq, bu pulni nemish qilib biz to'laymiz? Boshliq, bu pulni biz nemish qilib to'laymiz? Bularni ishlatib pul bermasa qanaqa bo'ladi? Agar doktor davolamasa, siz pul beramsiz. Unda iqtisodchi mas'uliyatni ado qilmay turib, maosh olsa to'g'ri bo'lamdi. Sizda ozroqmi nomus tuyg'usi yo'qmi? Albatta, siz uningdan burilib voz kechgan. Sizlar arzqon odam deb pul olsizlar, shundaqmi? Ularga yonbosmasaqmi bo'ladi. Lekin xizmatimizni yaxshi ishimiz kerak. Bu qandaqli bo'lmasa yanchukchilik deyilsa efendi. Yanchukchilik deyilsa? Bu efendimning bir oy tirishib ishlab, topgan pulni yanchukchi o'g'irlayapti. Kirimi tovalla bulonchilik uchirganda yerim o'lik bo'lib qoladi. Bundoq kishilardan pul olish, jasaddan pul olganga o'xshash. Siz bu diloga ko'ngil bilib o'g'irni tutmoqchi bo'lgandilar. Ondan maoshga erisha olasiz. Bo'lmasa men sizni o'simi bilan bo'zgani to'lashga buyurayman. Gapimni tushundingizmi? Tushundim, boshliq, tushundim. Boshliq, avtomobilga bulanchilik ranga degan ahmoqning qilgan ishi bo'lishi mumkin. Men uni tutib kelay. Efendim, icheri tutib turing, ha? Men tezda qaytib kelaman. Efendim, sizmi saqlab turing, ha? Ketib qolmoqchimi? Ranga! Efendi, Sen bu yerdamikan? o'lishingizni kashta yetkazib berma. Voy, bak gapingni qo'ya. Yangi boshliq bizga tamomlab bo'lmaydigan vazifani berdi. 12-chi yo'l avtobusida o'g'irlagan pul qopchiqini qayerga qo'yding, ha? Kaltishtirib ishga qo'ydim. Yo'q, u yerda emas. Uyni ichida. Nima ish qilib aldiroq demaysan, aldirayotganimni ko'rdingmi, ha? Sen jami qancha avtobusda bo'lamchilik qilding? Bularning hammasi bir avtobusda bo'lganlar. Shundaqmi? Odatga odam emaskansan-ku, bu nima? Bu burun olqisni qanday o'g'irldi? Qiz yigit ikkisi shirin hislarga cho'milayotganda uni o'g'irlab ketdi. Sen de qaltiskansan, ha? Ela pul qopchiqqa qayerda? Bundan ko'p pul turdi. Cho'qim shu. Ma'qulam sen maktabda, ha? Bo'ladi. Bo'lmaydi, navoda boshqalarni arz qilsa qanday qilish kerak? Hey, men bularni hammasini aytdim, ha? Mashlarni aytamsiz? Nima? Sen yana qanchalik narsa bor? Efendi, Nima? meni kiyimlarim-ku. Ularni pakiz yuyman ham tashib qatlayman, juma, ansirma. Boshliq! Men qaytib keldim boshliq. Ha, qaytib keldim mana. Nima bir arz bilan butkul Ali Babaning xazinasi ichildi. Pul qopchiqi. Bu sizning pul qopchiqingiz efendim. Efendim, bu pulni qaytarib bering. Mana efendim, qarz o'chiti. Mana. Men endi qarz o'chitini yirtib etaman, qarab turinglar, ha? Boshliq, men arz qilib keldim. Siz o'g'irlagan narsaga pul beribsiz, shundaqmi? Biz buni sotmakash uchun badal to'laydigan bo'ldik. Hay, ustalni sirtqa qo'yib qo'yinglar. Yana boshqalar arz qilsa, pulni yanchug'imizdan chiqarishga to'g'ri keldi. Bildinglarmi? Arz qilmoqchi bo'lsanglar, to'xtab
Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kipar TV saloniga 20 raqamini yo'llab turing. Topolmasangiz inkosxonani qarang. Voh, boshliq, siz hammalarning ideyasini baraqla o'zgartirib attiniz, juma, ha? Men hech qancha ish qilmadim.